Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Xorazm filialiga davlat ijtimoiy buyurtmasi loyihasi asosida muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda retinopatiya kasalligini erta aniqlash, tashxislash, o'z vaqtida samarali davolash orqali nogironlikni oldini olish maqsadida zamonaviy maxsus uskuna topshirildi. Hozir shu haqida O'zbekiston Mehr-Shafqat va Salomatlik jamoat fondi davlat ijtimoiy buyurtmasi shaklidagi erta tug'ilgan chaqaloqlarni retinopolidan himoya qilish loyihasi doirasida amalga oshirilgan mazkur jarayon bolalarda ko'z kasalliklari bilan bog'liq nogironlikni oldini olishga xizmat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili butun dunyo bo'ylab 50 ming bolada chala tug'ilgan chaqaloqlarning retinopatiyasi tufayli muammolar kelib chiqmoqda. Pediatrik retinal kamerasi erta tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydigan retinopatiya, ya'ni ko'z to'r kasalliklarini oldini olishda juda muhim. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining nodavlat notijorat tashkilotlari va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi bor. Oliy Majlis huzurida mazkur fond grant tanlovlari e'lon qilgan edi va o'sha tanlovlarda O'zbekiston Mehr-Shafqat va Salomatlik jamoat fondi tanlovda g'olib bo'ldi hamda 5 dona chala tug'ilgan chaqaloqlar uchun juda ham muhim bo'lgan, ularni ko'zini tashxislaydigan maxsus kamera sotib olib, Xorazm viloyat ona va bola salomatligini mustahkamlash markaziga olib kelib o'rnatilyapti. Bundan tashqari Toshkent shahri, Navoiy hamda Samarqand viloyatlariga ham o'rnatildi. Bu kameraning ahamiyati juda ham muhim. Aynan muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni salomatligini mustahkamlash, ularni ko'z salomatligini asrashda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Bu kamera har biri 1 milliard 300 million atrofida baholandi hamda o'sha Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan eng sifatli kameralar sotib olib, perinatal markazlarga yetkazib berildi. Yetilmagan chaqaloqlarimiz soni oshishi natijasida ulardagi eng dolzarb bo'lgan muammo retinopatiya, ya'ni ko'z bilan uchiydigan muammosi dolzarb muammoga chiqqan va uning albatta yechim yo'llari erta diagnostika va davo choralarini vaqtida o'tkazishdir. Mana hozirgi kunda markazimizda necha yildir buyon bizga aynan tashxislash va davolashda muhim o'rin olgan asbob-uskunadan biri retinal kamera kelgan. Mana shu retinal kameralar tufayli hozirgi kunda o'sha yetilmagan chaqaloqdagi dolzarb bo'lgan retinopatiya, ya'ni ko'z qarachig'ining muammosini shu apparat uskunasi tufayli vaqtida tashxislaymiz va ularga vaqtida chora-tadbirlarni o'tkazamiz. Chala tug'ilgan bolalar retinopatiyasi bu ko'z to'r pardaning vazoproliferativ shikastlanishi bo'lib, faqatgina muddatidan erta tug'ilgan bolalarda uchraydigan kasallik hisoblanadi. Shu paytgacha ushbu tashxis bilan tug'ilgan bolalarni davolashda ancha muammolar yuzaga kelib, ko'pchilik poytaxtga davolanish uchun borishiga to'g'ri kelardi. Endilikda ushbu zamonaviy jihoz yordamida kasallikni erta aniqlash va davolash imkoniyati paydo bo'ldi. Viloyatimizda o'tgan 2025-yilda 1271 nafar chaqaloq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shulardan 41 nafar chaqaloqda retinopatiyaga moyillik sabab chet mamlakatlar va Toshkent shahrida amaliyot jarayonlari o'tkazilgan. Retinopatiya skriningini bemalol mana bugun Xorazmda birinchi qadam yo'lga qo'yildi. Bu nima beradi? Albatta, muddatidan yetilmagan chaqaloqlar muammosi bilan tug'ilgan chaqaloqlarni yashab qolishdan tashqari sifatli, ya'ni ularning ko'zida muammo bo'lmasdan bizning davlatimizda sog'lom farzand bo'lish uchun albatta bularning barcha muammolarni bartaraf qilishdagi mana shunday yuqori texnologik asbob uskunalari bizning hozirgi kunda bizning yordamchimizdir. Bundan tashqari markazimizdagi oftalmolog shifokorimiz o'z navbatda Toshkent shahrida aynan shu asbob uskuna ustida ishlash va to'g'ri tashxislash bo'yicha malakani o'tishga ham ketganlar va birgalikda oftalmologik skriningni natijasiga kelib chiqadigan muammolarni endi bemalol o'sha Xorazm regionimizdagi barcha chaqaloqlarga yordam berish imkoniyati bizda tug'ildi. Bundan tashqari biz qo'shni bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikamizning yaqin hududlarida bemalol chaqaloqlarni bizning hududga olib kelib va ulardagi kerakli yordam, kerakli muolajalarni bemalol mana shu markazimizda endigina olib ketish imkoniyatiga egadirlar. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi hamda Mehr-Shafqat va Salomatlik jamoat fondi hamkorligida davlat ijtimoiy buyurtmasi shaklida amalga oshirilayotgan bolalarda ko'z kasalliklari bilan bog'liq nogironlikni oldini olishga qaratilgan loyiha bola salomatligida muhim ahamiyatga ega. Zero kasallik erta aniqlansa, uni davolash ham ancha samarali bo'ladi.
Aziz yurtdoshlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.